Oxirgi kunlarda internetda bir mavzu tarqaldi. Ayol o'zini erini familiyasiga o'tishligi qat'iyan harom, mumkin emas degan. Familiyasini erini familiyasiga o'zgartiradi. Mumkin emasmi? Mumkin emas, harom, qat'an harom bu. Shariat bu mavzuga nima deydi? Bu masalaga shariat ayol erini familiyasiga o'tadimi yoki o'tmaydimi? Shariat aytadiki, erk o'zida. Ayol o'zi xohlab turib erini familiyasiga o'tsa, mumkin. O'tmasligi ham mumkin, lekin eri uni majbur qilmaydi. Endi o'sha tarqalgan videoda bu qat'iyan harom deyilyapti. Azizlar, halol harom masalasi bu bizning ishimiz emasda. Bir masalaning qat'iy harom ekanligi borasida Qur'oni Karimdan oyat, Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadis shariflaridan mutawatir darajadagi hadis shariflar kerak bo'ladi. Bu masala nasabni inkor qilish yoki nasabdan tonish mavzusi emas axir. Ya'ni erini familiyasiga xotin o'tishligi bu o'zini urug' aymoqlari, o'zini ota-onasidan voz kechish emas. Endi bitta masalani bilish kerak. O'tish sababi bilan familiyaning farqiga borish kerak. Bir ayol erini familiyasiga o'tsa ham, baribir o'sha otaning qizi o'laroq unga murojaat qilinadi, palonchining qizi deyiladi. Hech qachon kuyovni familiyasiga o'tgandan keyin kuyovning otasini ismini aytib, bu palonchining qizi deb kelinga nisbatan ham shu narsa ishlatilmaydi. Kimdan masala ishlatganligimiz, kimning gapini olayotganligimizga e'tibor beraylik.